Hammaga salom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoda har bir biom uchun struktura quraman. Chunki ba'zi biomlarda strukturalar yo'q. Birinchi bo'lib ishni cho'ldan boshlaymiz. Chunki cho'llardagi strukturalar unchalik yaxshi emas. Misol uchun suv saqlanadigan quduq juda ham kichkina. Shuning uchun men buni kattaroq versiyasini quraman. Birinchi bo'lib qum yig'amiz. Hamma narsa tayyor. Endi bo'lsa qurishni boshlaymiz. Mana shunday qilib qurishni boshlaymiz. Biroz mana bu yerni ham mana shunday qilib quramiz. Pastdagi qumlarning o'rniga mana shu qum tosh bloklarni qo'yib chiqamiz. Va mana shu ko'rib turganingizdek bizda biroz qum bo'ldi. Qumli tosh yasasak bo'ladi. Endi bo'lsa mana shunday qilib dumaloq qilib o'raymiz buni. Endi bo'lsa bizga kirish joylarini chig'amiz. Mana shunday qilib. Endi bunisi tarafiga ham xuddi shunday qo'yib chiqamiz. Va tayyor. Shunday qilib endi shuni o'rab chiqamizda tagiga suv to'ldiramiz. Yorug'lik tushishi uchun tepani to'liq yopmayman. Shunday qilib menga ikkita bunaqa blokdan qoldi. Mana bunday qilib qo'yib chiqamiz. Buni ham ishlatib yuboramiz. Endi faqat zina yasash qoldi. Chunki kirish ham kerak bu yerga. Keyin bo'lsa o'zimizga bundan tashqari yana ikkita chelak yasab olamiz. Chunki suv bilan to'ldirish ham kerak. Tomiga ham biz zinalarni ishlatamiz. Shuning uchun yana ko'proq qum yig'ishimiz kerak. Yoki shunchaki pastdan tosh kavlasam bo'ladi. Qayta shu usul samaraliroq. Shunchasi yetadi deb o'ylayman. Endi bo'lsa qumni ishlatib ham tashqariga chiqsam bo'ladi. O'zi qumni kavlash samarasi. Kech ham tushyapti, lekin hal qiladigan ishlar bor. Biroz yana kerakli narsalar yasab olamiz o'zimizga. Keyin bo'lsa uxlaymiz. Endi bo'lsa biroz buni yaxshiroq qilib quramiz. Birinchi bo'lib zinalarini. Endi bo'lsa mana shunday qilib chiqamiz. Shundan so'ng yana chiroyliroq ko'rinish boshlaydi. Ikkinchi tarafiga ham xuddi shunday qilamiz. Endi bo'lsa tomni qurishni boshlaymiz. Va mana bu kirishni ikkita chetiga ham tushib ketdim. Va mana bu kirishni ikkita chetiga ham qo'yib qo'yamiz. Va hech kim bu yerga tushib ketmasligi uchun mana bunday ham qilib qo'yamiz. Va mana shunday kelib suvda ham olsa bo'ladi. Suvni ko'paytirish yo'lidan foydalanib suvni hamma joyga to'ldirib tashlaymiz. Mana shunday qilib bu osongina yo'l tayyor. Endi bo'lsa biz suvni bemalol ishlatsa bo'ladi. Yon tarafiga biroz qo'shimchalar qilmoqchi bo'ldim. Shunda yana yaxshiroq chiqsa kerak. Endi bo'lsa mana shu joylarga yarimtalik bloklardan qo'yib chiqamizda. Mana shunday qilib qo'yamiz. Va shunday qilib biroz yetmay qoldi, yana to'playmiz. Ana endi aniq yetishi kerak, chunki juda ham ko'p kovladim. Mana endi yana uyga borib, verstakdan qurish stolidan narsalar olib kelamiz. Yarimtalik bloklar bilan va zinalar. Lekin bizga hali ham bo'lak kerak. Men izna kerak emas, men yasab qo'ydim. Shunday qilib endi bitkazib qo'yamiz bitta tomonni. Bu tomonga ham yetmay qoldi. Bunisini ham bitkazib qo'yamiz. Va shunday qilib tayyor bo'ldi. Mana juda ham zo'r chiqdi deb o'ylayman, lekin biroz oynachalar ham qo'ysa yaxshi bo'ladi. Oyna emas, bo'ladi. Ichida turgan ichidagi blokni ham olish kerak. Va endi bu tarafiga ham shunday qilamiz. Tayyor bo'ldi. Yopib qo'yamiz. Lekin
baribir nimadir yetishmayotgandek tuyuldi. Mana shunday qilib endi faqatgina zinalab o tarafga qilib chiqamiz. Yoki yetsa boshqa tarafiga ham qilaman dedim, lekin shartmas ekan. Va mana shu oddiygina quduqcha, mana bu cho'chqalarga e'tibor bermanglar. Bu cho'chqalar qanday toqqa chiqqan. Hozir mana bu joyini to'g'rilashdan chiqdi. Mana buni qilib ham unchalik yaxshi ko'rinmayapti shu. Qaysi joyni? Endi shu yo'llarga surib ko'raydi. O'zi yaxshi to'g'ri. Va mana o'sha yangilangan quduq. Buni ichidagi suv ko'proq ham yaxshiroq turibdi. Endi esa navbatda mana bunaqa qizil cho'lga beramiz. Chunki qizil cho'lda umuman bitta ham struktura yo'q. Qizil cho'l nima desanglar, mana bu qizil cho'l. Bitta ham struktura yo'q bu yerda. Lekin bu qizil cho'lda ham moblarning tunneli bor. Lekin baribir bitta yangi struktura yaratish kerak. Undan avval bo'lsa mana shu qizil cho'lda uyimga bir qismini olib ketaman. Mana bu jitil bo'lsa uxlamoqqa kerak yuribdi. Va bu yerda eng muhim narsa qizil qum. Chunki qizil cho'lda qizil qum bo'lishi kerak. Yana bizga kaktus ham kerak. Unchalik ko'p kerak emas, chunki men katta qilib qurmoqchi emasman. Chuqur qazmoqchi edim, lekin mana bu yerda chuqur bor ekan. O'sha yerga mana toshlarni qo'yib chiqamiz. Shunday qilib narsalarim mana bu yerda yetti bor ekan. Shuni qo'yib chiqamiz. Va shunday qilib narsalar tugadi. Faqat mana shu qumni qo'yib chiqsak bo'ldi. Va mana shunday qilib qizil cho'l ham tayyor bo'ldi. Faqat kaktuslarni qo'yib chiqsak bo'ldi qumni ustiga. Mana hamma kaktuslar qo'yildi. Endi bu yerda qandaydir struktura qurish kerak. Kallamga bitta zo'r g'oya keldi. Va bu dam olayotgan joy. Shunday qilib soyaga o'shqatib qo'yaman, keyin zo'r turadi. Avvalambor bizga biroz qum kerak bo'ladi, undan keyin o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni qilamiz. Endi bo'lsa bu qumlardan birlashtirib tosh yasaymiz. Uni qurishda boshladik. Mana shunday qilib qo'yib chiqamizda, keyin dam olayotgan joyda ustini yopamiz, shunda zo'r chiqadi. Mana joyiga qilib qo'yamiz. Keyin bo'lsa mana shunday qilib qo'yamiz. Bu xuddi portalga o'xshadi, bo'lmasa buni portalga aylantiramiz. Lekin buni kattalashtirish kerak, chunki portal to'rtalga sig'adi faqat. Va men yana mana bunaqa toshim ko'rib qoldim, xuddi Wither Stormga o'xshaydi. Nether portal bo'lgani uchun shu blokni chetlariga ishlatib qo'yamiz. Va men bundan biroz ko'proq yasamoqchi bo'ldim, chunki pastlarga ham hali bo'lishi kerak. Endi biz faqat obsidian olish qoldi. Va mana shunday qilib 10 ta obsidian olib keldim. Bularni endi qo'yib chiqamiz portalga. Shunday qilib mana shunaqa portalim tayyor bo'ldi. Mana kerakmas narsalarni solib qo'yamiz. Mana endi bu biroz chiroyliroq ko'rinyapti, hattoki yangi struktura. Shunday qilib bugungi videomiz ham tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki yozda oxirigacha 500 ta obunachilik bo'lmoqchimiz. Va lekin bu yozda oxirgi oyi, shuning uchun obuna tugmasini bosinglar. O'zi yozda ham, avgustda ham yarmi bo'ldi. Shunday qilib video tugadi.